Ya vallahi ağzımga patmay yeb ketib qolganimni ko'rmamsizlar. Mening og'zimga aralab ketyapti. Men yeyotganimiz nima? Sanlar xotan kelgan ekan kebab yeymiz deb, go'sht kebab yemedik, ammo to'g'ri kebab yeb soldik. Men ustag'dan bo'ydilar. Men xotan atiyazga emasman, kelganman ya g'ayronlik qildim. Qaynoq bo'lgani maynoq qoldi deb o'ylab qoldik ya. Bu o'yin ikkinchi vallahi men o'ldi do'g'an bo'lsa quloq tushuydi. Deb bu sayyoh ekan-ku bu. Bu sayyoh jabat etmeli kilovag'ini oldu ekan qo'yasizlar. Şinjan sayyoh xotan kelib ma og'inimizdan tanishdik. Bu og'inimiz do'yingda davomli bizning filmlarni ko'rib turdik-ya. Shuni kelgandiklar ko'ni do'stlardek zakovlab ketdik-da bular bilan. Bu mashinaga bespitlab bizni uddillam yotgan xarabisiga aparaman dedi bu. Qanda olib qoldi deb o'ylab ketdik. Bu kechkirak kelmaylam yotqanga boshlig'ini tutib. Yotgan xarabiliqi desa bu yotqanlar bilan paydo bo'lgan bir yem ekan desak, asli bu mandaya ekan. Ma xotanninki alayda bir sayyoh o'rni ekan ma. Kirsanglar zodi ish qilib burun qadimgi zamonga ketganliklarini to'liq his qilsizlar. Hozir sayyoh mazgil emasga, shunga nurg'un ko'rinishlar yo'qka. Shunda o'smi ta'limimizning o'nliqni ko'rmamsizlar. Bir maydon haqsiz o'yanni ko'rib oldik. Vallahi men xotandan keyin bir shaharcha kelib qoldim. Ko'ni shahar o'yan qo'yibdi-da. Men az sahnaga chiqib o'tirman, ishnamsizlar, sahnaga chiqib o'tirman hozir. Safarga chiqqanda yag'i menda bo'lgan eng cho'ng o'zgarish nima degan chaqda o'zim qilillab ketdi-da yani. Qanday biz ketaverdik, biz chiqaverdik. Meshagim biroz chiqdimigan, qan nima ko'rsam ko'rdim deb chiqib baqdim, gapimda, ammo bez ekan. Fursat bo'lsa xotanga kelib qolsanglar, meshaga cho'qim kiringlar. Meyaga kirsanglar, o'zinglarni zodi qadimgi zamondagi bir odamdek his qilsizlarki, boshqa nimani his qilolmaysizlarki. Mana san'atchilar bilan bir rasmlarga tushib qo'ygan bo'ldik, aqsa. Bir yerden qaytib o'zinglar bilsizlar, biz mashinada yotamiz. Mashinada yotadigan yerlar asos jihatdan sayohatchilar to'plashgan yerlar. Biz bilan paralel turgan ma yo'ldosh bo'lsa, moto bilan 4 davlatni 30 necha ming kilometr minib bo'lgan ekan. Meshaga uchrashib qoldik. Buning qilgan ishlarim nayt katta ekan. Bu xotan kelib tash izlaymi deb hozir mush plandiki. Har qallada har xiyol, biz nima xiyolda, bu nima xiyolda. Odam qilganni odam qila oladi ya, deb biz xotan xalqini do'rab tash cho'kitayli deb yurun qachqib tash terib baqdik. Taş teriş için kuş gidiyordu deb mana. Man tonudonlama. Mane tonaysizlar. İlzatçılar ben qo'lidagi tondonlim deyman. Xotanga kelib go'sht kirdi yemasa, xotanga kelgan bombashmish deb shuni ekan xotelninki go'sht kirdisini abdan yer desak, mava bizning yezibolni boshda yem deydi aşmay. Taqdirimiz tubdan o'zgardi vallah mana. Mana ag'inam. Endi mangmaymiz adash. Biz xotelni qilib tashchilik qilamiz. Atdigan go'sht kirdining kuchi chiqdi mana. Atdigan go'sht kirdini yap. Va yo'lqash daryosiga kelib tashtirgan to'q. Mayında kallanda kaçtıştım. Bir monçal çıktı bana. Emde valla. Bak xotanda biz bir mezgil taşçılık qilib ketishimiz mumkin. Qo'limizga nega sunsak shu yerdan taş chiqyapti. Batalani ko'rdingmi da? Mening qo'lda bir moncha balkim bir umr endi yetib yesakmi? Xotirjam bo'g'dak iqtisod toplaydi o'xshaymiz yo'lqash daryosida. Ranchoroni oldim valla. Alamat bilan kelib oldim men. Rasa ko'z chiqancha. Gördünmü? Şinjan'daki en çok taş pazarı var. Benden yerlerden kim köstüp geldim hemen. Bu seferimiz bir kere mamaya batırdı. Miya qayıp ketdi desanlar, jiboq tasatadigan yerga, bu yerga ko'zimiz ravrus ichildi. Tash deganning qandaligini, tash degan qayerligini, nima tash qanda, qaysi qanda tash degandan ekanmi bilimlarni biraqir uqqan bo'lib, aytsa tash bozoriga chiqib, mush bilimlarga asosan biraqir tash apaqili degan niyatni ko'nglimizga pukib, xotandan yaram tashlarni olmoqchi bo'ldik. Unda biz qanday tashlarni oldik deganda, qolgan mazmun aytlik filmda qarindoshlar yurak deganni aymay besinglar. Qaytib, yurak deganni besiyap qanda